Ha, hop. Ye. Qalayapti buni? Ustoz, shu mashinada shu holatida 50 millionga oldingiz. Bu yo'q bo'lib ketgan-ku bu. Albatta, bizaga stroy qilsa olamiz, narx turkisa bo'ldi. Ha, bu mashinalarni buncha qimmat olyapsiz. Bular qoplaydimi? Ha, endi urgan odam ham baribir falon summaga olgan bo'lar mashinani, kuymasin deymizda. Siz ham kabobim kuymasin deymizda. Ma'lumotlarni bersangiz chiroyli qilib. Albatta, assalomu alaykum hurmatli kanalimizga zarar. Xudo xolasa 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka mashina. Bu zavodit bo'ladi-da, radiator suvgacha to'kilmagan. Shuni evaziga biz 50 million so'mga olganmiz Surxondaryo viloyatidan. Ko'ryapsiz mashina holatini, mashinamiz oldi balon dam qo'yib yuborib, yo'ldan chiqib ketib yumanagan, biror nimaga tegmagan, boshqa bo'lmagan, o'zi bilan o'zi bo'lgan, ichidagilar ishlasa qilmagan, har doimgidek ayrobagimiz o'tmagan. Mashina yumalab ketgan, lekin tegmagan joy qolmagan. So'radim, yonida passajir ham bor ekan. Remin ham taqilgan ekan, shunda ham o'tmagan. Endi undan yaga men bu narsa deyolmayman bu reminda nimaga yalaydi o'tmasligiga ayrobakni. Xo'p, O'zbekistonniki. O'zbekiston bo'ylab shunaqa DTP bo'lgan qattiq urib yonib ketgan mashinalar olamiz, sotamiz.